Qadimda insonlar mukammallikka erishish maqsadida ta'lim olishgan bo'lishsa, hozirda o'zgalarni hayratda qoldirish uchun o'qishmoqda deya buyuk Xitoy faylasufi Konfutsiy aytib ketgan. Bugungi yoshlarimizning o'qishga kirishdan maqsadi o'zgalarni lol qoldirishmi yoki boshqami bizga qorong'u, biroq bir narsa aniqki, yil sayin talabalik baxtiga muyassar bo'lish orzusida yurganlar soni tobora ortib bormoqda. Abituriyentlar uchun nafaqat mos oliy ta'lim muassasasini tanlash masalasi, balki o'qishga kirishdek orzusining ushalishi uchun qulay sharoitlar, yetarlicha joy, imtihonning ma'qul talab va shartlari, imtiyoz va imkoniyatlarning taqdim etilishi muhimdir. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishga oid shu va boshqa masalalar xususida batafsil Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi direktori Majid Karimov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Majid Malikovich. Assalomu alaykum. Ma'lumki, yaqindagina Prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishda milliy va xalqaro baholash tizimi sertifikatlarini tatbiq qilish to'g'risidagi qarorlar qabul qilindi. Albatta, mana shu ikki hujjat bilan o'qishga qabul qilish tizimiga o'zgartirishlar kiritildi, yangiliklar joriy qilindi. Prezident qaroriga to'xtaladigan bo'lsak, unga ko'ra qabul qilish tizimi qaysi omillar asosida takomillashtirilmoqda? Xususan birinchi ro'yxatdan o'tish degan narsa joriy qilindi. Abituriyentlarimiz endi oliy ta'lim muassasasiga borib hujjat topshiradilar. Endi bu yildan boshlab ular faqat ro'yxatdan o'tishadi. Ro'yxatdan o'tish jarayoniga yana bir yildan boshlab Davlat xizmatlari agentligi hamda yagona davlat interaktiv xizmatlar portali orqali ham ro'yxatdan olish yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Bu albatta abituriyentlarni o'sha o'zi o'qimoqchi bo'lgan oliy ta'lim muassasasiga borib o'tirish talab etilmaydi. Juda bir oson, qiyinchiliksiz hujjatdan yoki ro'yxatdan o'tishi amalga oshiriladi. Bu albatta ularga yengillik tug'dirish maqsadida qilinadi. Keyingi endi asosiy bir o'zgarishlardan biri bu yilgi abituriyentlar kontingenti qariyb 2-2,5 barobar oshishi kutilyapti. Ya'ni bu 1,400,000 atrofida bo'lishi kutilyapti. Shu munosabat bilan qabul jarayoni, test sinovdan o'tkazish jarayoni iyul-avgust oylariga rejalashtirilmoqda. Endi mana shu jarayonda abituriyentlarga yanada qulayliklar tug'dirish maqsadida bir abituriyent yuqori ball olgan bo'lsa yoki umuman o'zi bir vaqt o'zida o'sha bir test natijasini 3 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishida tanlovda ishtirok etish imkoniyati yaratildi. Bu albatta shu yuqori ball olgan abituriyentlarimizni agar biror bir birinchi ta'lim muassasasiga yo'nalishga kira olmasa, keyingilarga kirish imkoniyatini oshiradi. Javoblarni chiqarib berish ham agar chet el tajribasini oladigan bo'lsak, eng qisqa muddat, masalan, Rossiya Federatsiyasining yagona davlat imtihonlari. Bu yerda natija 7 kunda chiqariladi. Masalan, Janubiy Koreyada, Yaponiyada kamida 1 oy, Turkiyada esa 2 oygacha davom etadi. Lekin biz test natijasini test topshirgan kunning ertasiga e'lon qilib beramiz. Natijasini faqat. Lekin oliy ta'lim muassasasiga tavsiya etilmaganligini barcha test jarayonlari yakunlangandan keyin bir hafta ichida biz hammaga e'lon qilamiz. Albatta, buni bir hafta talab qilishi, olingan natijalar o'sha tanlov o'tkazilgandan keyin davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlanishi kerak. Keyin bu natija davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Mana aytib o'tganingizdek, eng quvonarlisi, abituriyentlar bir vaqtning o'zida 3 ta bakalavriat yo'nalishi bo'yicha tanlovda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demakki, ularning o'qishga kirish imkoniyati 3 karra oshadi degan. Albatta. Test sinovlari o'tkaziladigan fanlar majmuasi qay tartibda belgilanadi? Endi bu savolingiz o'rinli. Albatta, bu test sinovlari bo'yicha fanlar majmuasini davlat komissiyasi tasdiqlab beradi. Hozir davlat komissiyasiga tasdiq etish uchun ekspertlar ishini yakunlayapti. Birinchi talab bo'ladigan shu tanlovda ishtirok etish uchun fanlar majmuasi bir xil bo'lishi kerak deyilgan qarorda. Bir xil deganda albatta shu fanlarni nafaqat soni, balki u yerdagi ketma-ketlik ham bir xil bo'lishi kerak. Chunki bilasiz, bizda har bitta fanlar majmuasida fanning o'zining koeffitsiyenti bor. Ya'ni o'sha fanga har bitta to'g'ri javobga beriladigan ball. Masalan, to'g'ri savol bo'ladigan bo'lsa, unga birinchi pozitsiyada turgan fanga 3,1 koeffitsiyent bilan ko'tariladi. Ikkinchi pozitsiyada turganga 2,1 bilan, uchinchi pozitsiyada turgan 1,1 bilan koeffitsiyentni ko'paytiriladi. Shuning munosabat ketma-ketlik albatta saqlanish kerak. Agar bu saqlanmasa, shu odilona tanlov o'tkazib bo'lmaydi. Shuning uchun albatta bir xillik deganliganda fanlar majmuasi bir xilligi nafaqat ularning tarkibi, balki ketma-ketlik ham bir xil bo'lishi talab etiladi. To'g'ri, mana shu qabul qilingan qaror albatta umumiy savodxonlikni oshirish maqsadlariga qaratilgan. Biroq ijtimoiy tarmoqlardagi tarqalayotgan munosabatlarga yuzlanadigan bo'lsak, Davlat test markazi abituriyentlar hayotini qiyinlashtirayotgani, tobora murakkablashtirayotgani haqidagi fikrlarga ham duch kelamiz. Misol uchun, mana 2020-2021 yildan boshlab test sinovlari topshiriladigan fanlar soni ko'paytirilgan. Ya'ni
uchta majburiy fanlar kiritilganini keltirishimiz mumkin. Mana shu fanlar bo'yicha test sinovlar murakkablik darajasi haqida va umuman abituriyentlarni shuncha fanlar bo'yicha bilimini sinash qanchalik o'rinli ekanligi haqida o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Bu test markazini tashabbus emas. Bu talab. Bu talab mana shu jamoatchilik fikrini o'rganish hamda hozirgi vaqtda ish beruvchi tashkilotlar bor, vazirlik idoralari bor. Ularning talablari asosida bizga qo'yilayotgan vazifalar. Biz davlat test markazi bu ijro organi. Hozirgi 2020-21 o'quv yilidan boshlab test sinovlarida 5 ta fan bo'linishi ikkita turga majburiy hamda tanlov degan narsalar bu albatta o'sha buyurtmachilar, jamoatchilik fikri hamda xalqaro tajriba tahlili asosida olingan narsa. Masalan, Rossiyada bu narsa eng anaqada 7 ta fangacha boradi. Test sinovlari, masalan, yagona davlat imtihonlarida 7 ta fan bo'ladi. Ular orasida majburiy fanlar ham. Majburiy fanlar ham bor. Masalan, rus tili Rossiyada, Rossiya tarixi hamda matematika ularda majburiy fan hisoblanadi. Bu narsa Qozog'istonda ham bor. Janubiy Koreyada, Turkiyada, Qo'shma Shtatlarda bu narsalar bor. Savollar murakkablik darajasi. Endi murakkablik darajasi, majburiy fanlar, bu mana davlat komissiyasi tomonidan tavsiya etilayotgan majburiy fanlar majmuasiga ona tili, matematika hamda O'zbekiston tarixi kiradi. Bu fanlar juda yuqori ball olish emas, umumiy savodxonligini, bilimlar saviyasini belgilash uchun. Bularga yuqori ballali juda ko'p talab qilinmaydi. Eng minimal bilim beruvchi asosiy bir bilimlar savollar ham qo'yiladi, ularga juda katta haligi ballar berishi ko'zda tutilmayapti. Majburiy fanlar blokida masalan 20 tadan savol bo'lishi mumkin, 25 tadan bo'lishi mumkin. Lekin tanlov fanlarida bo'lsa, o'sha bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos keluvchi fanlar o'ta 30 tadan kam bo'lmaydi. Hozirgi kunda test bazalari, materiallar bazasidan olimpiadalarda foydalanadigan savollar umuman chiqarib tashlangan. Masalan, fizika, kimyo fanlarida masalalar foizi oshib ketgan deyilgan e'tirozlar bo'lgandi. Hozir buni ham kamaytirdik. Asosan maktab programmasida. Maktab programmasida bu oldin ham maktab programmasi dasturda qilingan, lekin murakkabroq bo'lgan. Hozir o'shalarni hammasini sodda, o'rta. Biz olimpiada o'tkazmayapmiz. Biz umumiy ta'lim maktablaridan kelgan, bitirib kelgan o'quvchilarni tanlovini o'tkazayapmiz. Shuning uchun hozirgi vaqtga kelib biz o'sha test topshiriqlarini juda soddalashtirdik. Ilgari xabaringiz bo'lsa, test topshiriqlari o'zi 4 ta murakkablik darajasida bo'lardi. 2017-yildan 4-murakkablik daraja, eng yuqori murakkab darajasi olib tashlangandi. Hozir 3-murakkablik darajasini minimumga keltiryapmiz. Lekin bu yilgi testlarda oddiy o'sha 3 ta fandan bo'ladigan testlar, fanlar majmuasi o'sha o'zgarish yo'q. Lekin test topshiriqlari bazasi soddalashtiriladi. Murakkab savollarni imkoniga qadar biz kamaytiramiz. Baholash tizimi esa. Baholash tizimi shu qoladi. Eski avvalgi tizim joriy o'sha qoladi. Keyingi yil uchun ham keyingi yil agar masalan fanlar majmuasi tasdiqlansa, uni davlat komissiyasi belgilab beradi. Buni test markazi vakolati emas. Fanlar majmuasidan keyin mana shu fanlar majmuasi qaysi ta'lim yo'nalishiga qaysi fanlar majmuasi to'g'ri kelishi va uni baholash mezoni hamda vaqtlari hammasi o'sha davlat komissiyasi tomonidan belgilanadi. Test sinovlarini o'tkazilish sharoitlari haqida gaplashsak, prezident qarorida qayd etilganidek, bu yildan boshlab test sinovlarida ishtirok etish uchun undiriladigan yig'im joriy qilinmoqda va mana shu to'plangan mablag'lar yo'naltirilgan omillar ham aytib o'tilgan qarorda. Shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Endi yig'im faqatgina avvalgi o'quv yillarida bitirgan, ta'lim muassasasini bitirganlar uchun. Bu yerda hamma uchun emas. Masalan, joriy yilda bitirganlar uchun hech qanaqa yig'im olinmaydi. Yana o'sha avvalgi yil bitirganlardan agar nogironlar bo'lsa, keyin to'liq davlat ta'minoti bo'lganlar bundan istisno, ulardan ham olinmaydi. Men endi bu abituriyentlarni yomonlashmas, ularning ichida har xillari bor. Kirib ketib bir ko'rib ketish uchun ham kirib ketadiganlar bor. Lekin mana shu yig'im balkim aniq maqsadga ega bo'lgan, aniq bir oldiga vazifa qo'ygan abituriyentlarning ishtirokini ta'minlash uchun bir imkon yaratish maqsadida qilingan. Yana bir asosiy vazifasi bu yig'imlarning. Mana hozirgi vaqtda ko'ryapsiz, o'sha test jarayonlarida mana bu turgi texnik vositalar bilan tekshirishlarga qaramay, test jarayonida har xil taqiqlangan vositalar bilan ishtirok etayotgan abituriyentlar ham aniqlandi. Endi bu abituriyentlar hozir texnika, texnologiya rivojlangan sari ularning qurollanishi ham juda yuqori saviyada bo'lyapti. Bularni aniqlash, bular bilan kurashish uchun bizga ham yangi texnika, texnologiya kerak. Xususan shu har xil taqiqlangan aloqa vositalarini olish, uzatish qurilmalarini olish yoki bo'lmasa masofadan ma'lumot uzatishni taqiqlash. Bu narsalar albatta bizga yangi texnika, texnologiyani talab qilinadi. Bu albatta mablag'. O'sha shaxsiy identifikatsiyalash qurilmalariga qo'shimcha sifatida barmoqlarni izini ko'rib chiqish, bino test jarayoni o'tadigan joylarda radio to'lqinlarni
to'siqlash, ya'ni ularni so'ndirish qurilmalaridan foydalanish ham ko'zda tutilyapti. Yana bir asosiy omillari shu mablag'larni yo'naltirish. Bu albatta mutaxassislarning malakasini oshirish. Keyin chet eldagi mutaxassislarni biz jalb qilamiz. Bizda nafaqat umumiy testlari, balki maxsus shu davlat milliy sertifikati beruvchi testlar ham, xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi testlar ham, sifar ham mavjud. Bular uchun albatta chet el ekspertlari muntazam ishtirok etib turadi. Biz tayyorlagan materiallarni ular muhokama qilib beradi, ekspertizadan o'tkazishadi. Test jarayonlarini aksariyat hollarda ularning ishtirokida o'tkazamiz. Va bular bilan hamkorlik o'rnatilgan, muntazam ravishda ular kelib bizni xodimlarga seminar mashg'ulotlari o'tkazishadi, natijalar bo'yicha sertifikat berishadi. Bu masalan Cambridgedan kelishadi, Oxforddan kelishadi, Rossiyani pedagogik o'lchovlar federal institutidan kelishadi va hozir mana Turkiya bilan yana yo'lga qo'yapmiz. Bu hamkorlik albatta test jarayoni sifatini hamda xalqaro andozalarga to'liq kelishini ta'minlashda xizmat qiladi. Buning uchun faqat mablag'. Mablag'lar yana shu katta sig'imdagi binolarni ijarasi, test jarayonida ishtirok etayotgan nazoratchilarga haq to'lash. Bular ham katta mablag' talab qiladi. Abituriyentlar uchun kerakli bo'lgan jihozlar. Albatta, abituriyentlar uchun kerakli jihozlar, keyin mana shu jarayonlarni internet orqali ko'rsatib borish, monitorlarda shu ota-onalar dam olish joylariga bularni chiqarib ularga namoyish etish, bular hammasi mablag' va hamda texnikalarni talab qiladi. Nahoslanib o'tgan barcha vazifalar uchun katta mablag' talab etiladi, biroq mana shu undiriladigan yig'im miqdori qancha qilib belgilangan? Undiriladigan yig'im miqdori dastlabki biz muhokama qo'yganimizda qaror loyihasini bir minimal ish haqi belgilangandi. Lekin hozir o'sha xalqimiz o'sha muhokamadan keyin buni yarim minimal ish haqiga tushirildi. Albatta mana shu test sinovlar jarayonlarining shaffofligini ta'minlash maqsadida o'tgan yildan boshlab kameralar nazorati o'rnatilgan. Aytingchi, mana shu amaliyot korrupsiyaning qanchalik oldini olishga yordam berdi va bu yil ham test sinovlarini o'tkazilishini kuzatish jarayonlari qanday amalga oshiriladi? Kameralarning jihozlari juda katta bizga shu jarayonni nazorat qilish va uni tahlil qilish imkonini berdi. Butun barcha o'sha 59 ta binoda hammasida kameralar ishladi, to'liq ishladi. Qoidani buzishga urinishlar bo'lgan urinishlarni aniqlandi, oldi olindi. O'sha jarayonda markaziy dispetcherlik pultidan qaysi odam nojo'ya harakat qilayotganini ham ko'rib, joyiga yetkazib turildi. Va o'sha joyga o'zida operativ bu narsalarga choralar ko'rildi. Bu yil yana kuchaytiriladi. Web kamera degan kameralar bor, undaligi tovush ham yozish imkoniyati bo'ladi. Bu agar bo'lsa, undan ham nur ustiga nur bo'lar ekan. Hozir shu ustida ishlayapmiz. Bu yil ham barcha jarayonlar to'liq kameralar nazorati ostida bo'ladi. Dunyo tajribasiga qaraydigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalari uchun umumiy kvota e'lon qilinmaydi. Aksincha, har bir oliygoh o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda talabalikka qabul qiladi. Bizda esa bu tizim biroz noma'lumligicha qolmoqda, ya'ni chunki o'tgan yili bizda ham universitetlarimizga, oliygohlarimizga xuddi shunday huquq berilishi mumkin degan gap so'z bo'lganda, bu yil qabul kvotalarining miqdorini belgilash tizimi saqlanib qolinadimi yoki undan voz kechiladimi? Bu yilgi qabul kvotasi endi Muhtaram Prezidentimiz qarorlarni belgilanadi. Albatta qabul katta bo'lishi aniq. Mana shu bulturgi natijalar bo'yicha qariyb 100 mingdan ortiq abituriyent ta'lim muassasasiga qabul qilindi. Endi bu yil undan ham kam bo'lmaydi. Demak, bu yil ham kvota e'lon qilinadi. Kvotani yaqinda Muhtaram Prezident qarorlari asosida e'lon qilinadi. Hamda bu kvotaga qo'shilib, menimcha yangi yo'nalishlar ham e'lon qilinadi. To'lov shartnoma asosida menimcha qabul qilish oliy ta'lim muassasalariga yuklandi. Buni Oliy ta'lim vazirligi tomonidan shu tasarrufda ta'lim muassasasi bo'lgan vazirlik idoralar o'zlarining imkoniyatlarini kelib chiqqan holda umumiy, ya'ni kvotadan tashqari yana qo'shimcha olish imkoniyati ularning o'ziga berilgan. Bular faqatgina shu o'zligining imkoniyatini ko'rib chiqib, o'sha tegishli vazirlik idoralariga kelishib, uni bemalol joriy qilishlari mumkin. Albatta, test sinovlarini topshirishda ma'lum bir toifadagi abituriyentlar uchun imtiyozlar ham belgilangan. Aynan kimlar imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin va ushbu imtiyozlar nimalarda o'z aksini topadi? Endi imtiyozlar albatta bu ham davlat komissiyasi tomonidan belgilanadi. Imtiyozlar mana harbiylarga bor. Keyin shu maqsadli tayyorlash bo'yicha juda mutaxassislarga ehtiyoj katta bo'lgan viloyatlarda maqsadli tayyorlovlar bor. Keyin harbiy xizmatda o'tib kelganlar, bundan tashqari olimpiada g'oliblari, xalqaro olimpiada g'oliblari bilan e'lon qilindi prezident qarorlari bilan. Majid Malikovich, shu o'rinda haqli savol. Bunday tartib haqiqatdan ham aqli bor, kuchli bilimga ega bo'lgan, iqtidorli bolaning o'qishga kirish imkoniyatini cheklab qo'ymaydimi? Shu siz aytganingizdek, hozirgi bu yildan imtiyozli abituriyentlarga kvota alohida, tanlov alohida bo'lyapti.
Lekin umumiy tanlov kvota o'z joyida qolyapti. Bu degan so'z, masalan, o'sha oddiy test jarayonida ishtirok etayotgan abituriyentlar hech qanaqa bularning huquqlari poymol qilinmaydi. Hozir shunaqa bir taklif kirityaptiki, harbiylar alohida o'tadi. Umumiy tanlovga ta'sir qilmaydi. Mana shu mexanizmlar ham shu bilan birga joriy etilyapti. Masalan, bir imtiyoz berilib, lekin u imtiyozga faqatgina bir toifadagilar egalik qilib, boshqa toifadagilar chetda qolishi va albatta oldini olish maqsadida imtiyozlar, masalan, xususan harbiylar uchun alohida bo'lishi hozir mexanizm ishlab chiqilyapti. Vazirlar Mahkamasi qaroriga to'xtaladigan bo'lsak, u chet tillarini bilish darajasi bo'yicha sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ushbu qaror bilan aynan qanday qoidalar kiritildi? Umuman xalqaro tajriba, umuman bu qaror bizni o'sha milliy sertifikatni o'sha xalqaro qabul qilingan sertifikatlar bilan bir xil yurishini ta'minlash maqsadida hamda bizni jarayonni xalqaro hamjamiyatda bo'layotgan jarayonlarga integratsiyasini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan bu chiqarilgan qaror. Bizda imtiyoz B1 darajasida bo'lgan abituriyentlarga berilardi. Lekin oxirgi ta'lim muassasalari, umuman ish beruvchilarning talabi asosida, xususan Jahon iqtisodiy diplomatiya universitetida, Toshkent davlat yuridik universitetlarida talab yuqori bo'ldi. Chunki albatta bu ish beruvchi buni talab qo'yadi. Ularning talabi asosida oliy ta'lim muassasasiga kiruvchilar uchun o'sha bizda seferda B2 darajasi haqiqatda qo'yildi. Bunda olganda bu mantiq ham to'g'ri. Chunki o'rta ta'limni bitirganda ularga minimal talab B1 bo'ladi. B1 minimal talab bo'lib turib, yana uni biz maksimal imtiyoz beruvchi talab qo'yishimiz noto'g'ri bo'ladi. Agar masalan bitta yuqori qo'ysak, u maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki uning ega bo'lganiga maksimal ball berishimiz mumkin. Bu haqiqatda to'g'ri bo'ladi. Mana bu yildan boshlab avvalgi olingan sertifikatlar ham o'zi muddatda kuchga ega bo'ladi. Birinchi blok fanda, ya'ni birinchi pozitsiyada turgan chet tili fanlar turgan bo'lsa, ularga ta'lim yo'nalishlariga B2 darajasi talab qilinyapti. Bu milliy baholash tizimi. Milliy baholashda, lekin masalan xalqaro xuddi shunaqa xalqarolarni ham kiritildi. TOEFL, IELTS, bu ingliz tillari bo'yicha, keyin nemis tili bo'yicha. Unda masalan 5 yoki bo'lmasam 72-82 talablari qo'yildi. Bu narsa albatta o'sha xalqaro qarorda o'zini aksini topgan. 12 ta pozitsiya bo'yicha bu barcha sertifikatlarga imtiyozlar berildi. Buning uchun albatta milliy sertifikat olish shart emas. TOEFL, IELTS bo'lsa bemalol ishtirok etish mumkin. Bu narsalar hattoki yapon tili bo'yicha ham kiritildi. Bu yerda xalqaro sertifikatlarning to'liq kuchga egaligi yana bir bor o'zini ifodasini topdi. Majid Malikovich, biz bilan suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun va qiziqarli ma'lumotlar uchun rahmat. Umid qilamiz, bu yil ham abituriyentlar test sinovlarini muvaffaqiyatli o'tkazib oladilar. Sizga ham faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Biz ham abituriyentlarga omadlar tilaymiz. Qo'rqmasdan shu tez jarayonda ishtirok etsin, shaffoflik, adolatli o'tishini albatta biz ta'minlab beramiz.